Toshkent shahridan 3 xonali kvartira puliga hovli qidirib o'tganlarga bugun xudo xolasa zo'r variant ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, bizani kuzatib borib o'tganlar. Toshkent shahri bir cheka joy emas, narmani bu o'rtacha sredniy joydan xudo xolasa bugun 603 sotuvli xonadon 3 xona kvartira pulida 78 ming dollarga sotuvga chiqyapti. Sergelida joylashgan Indeks bozorini bilasizlar. Indeks bozoridan shundoq ozgina 2-3 kilometr o'tganimizda Chortoq mahallasi bor. Yangi Hayot rayoniga qaraydi. Chortoq mahallasidan pul zaril bo'lib qolib 603 sotuvli hovlini 78 ming dollarga sotuvga qo'yib yuborishdi. Kirib kelish darvozamiz bu yoqdan bo'ladi. Ko'chadan bemalol mashinalar kirib chiqadi. Ko'chadan boshlay qolaylik. Ko'chalar mana shunaqa keng, bemalol mana mashina kirib chiqaveradigan joy, tinch qo'shnilar bor, gaz va suvlardan muammosi yo'q. Bitta yosh oila bo'lsa, maza qilib yashasa bo'ladi. Katta agorod, yashashga bemalol sharoitlari bor. Uyimizni xudo xolasa arzon uy qidirganlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Domda tiqilib ketdingiz, siqilib, lekin hovli qila olmayapsiz. Mana shu variant mana. Domni tir sotasiz, mashina olasiz. Agorod ko'rvos kattaligini, betga agar bitta tupik ko'cha qilsangiz, mabodo kelajakda 2-3 ta uy qilib, o'g'illarga uy qilib bersangiz ham bo'ladi. Hovlida agorodlari bor, mevali daraxtlar ekib qo'ygan, mana bo'sh yotibdi. Egalariga pul zaril bo'lib qopti, shuning uchun srochniy sotishyapti. 2 xona, 3 xona kvartirada ham yashayapsiz, buni ham mana 2 xonasi bor. Remontlari sredniy, yomon holatda emas. Svet suv gazlar hammasi ulangan. Lekin xonalar qorong'i, e'tibor bermaysizlar. Pardalar tutib qo'yib hech kim yashayotgan ekan. Sanuzel xonasi, o'ng tarafimizda birinchi xona, yotoq xonasi. Bu yerda koridori bo'ladi. Chap tarafimizda yana bitta xonasi bor. Mana bu yerda qorong'i bo'lib turganiga xunuk ko'rinyapti, hayron bo'lmaydi. Bu svetlari endi hech kim kirmagandan keyin chiroyli qilib pardalar tutib qo'yishgan, lekin pollari tarkibli qilingan ekan, yashaydigan sharoitda. Mana bu yerda bo'lsa, oshxonasi bor, gaz plitalari bor ekan, hammasi ishlaydi. Mana kommunikatsiyaga keladigan bo'lsak, suvni naporini ko'ringlar. Suv вообще vip. Zo'r suvli bor, gaz, hamma narsa bor. Metro ham yaqin bu yerda. Masalan, Sergeliga bir qadam, yangi domlarga bir qadamda bu yerda. 78 ming dollar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana Toshkent shahridan arzonroq hovli olaman deganlar bo'lsa, tarqatib qo'yinglar. Narxi kelishiladi, yana o'zingizlar kelib savdolashib ko'rasizlar ekan.